Endi siz ham videolaringizni boshqalardek tiniq holatda videoga olishingiz mumkin. Buning uchun ushbu nastroykalarni to'g'irlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Telefonimizdan nastroyka bo'limiga kirib turib, pastroq tushamiz va u yerdan kamera bo'limini tanlaymiz. Kamera bo'limiga kirganimizdan so'ng zapis videoni 4K 60 kadrga belgilab olamiz. Показать format panelni yoqib qo'yamiz. HDR video o'chib bo'ladi. Avtovibratsiyasida kadr uni ham o'chirib qo'yganimiz ma'qul biz uchun. Fixed rejim kamerani o'chirib qo'yamiz va blokirovka balans billigi yo'naltiradi. Orqaga qaytamiz. U yerdan zapis zametlilik kadr bizga kerak emas. Undan keyin звук zapisga kiramiz. Звук zapisdan stereo rejimda turgani yaxshi. Endi undan keyin formatni tanlaymiz. Звук effektni yoqib qo'yamiz. AP Pro va AP ProRes ham yoqib qo'yamiz. Undan keyingisini сохранять настройкаga kiramiz. Rejim kamera o'chiq, menyu настройка o'chiq, творчество o'chiq, управление публикой o'chiq. Avtomakro kerakli bo'lsa yoqib qo'yamiz. Nochной rejim va kadr ekspozitsiyani ham o'chirib qo'yamiz va shtab portretni yoqib qo'yamiz. Orqaga qaytamiz va undan keyingi qiladigan ishlarimiz asosiy menyudagi ishlar. O'zingizga kerakli qulay menyulardan yoqib olasiz. Xolos setka sizga qiziq bo'lsa, setkani yoqib oling. Уровень передачи зеркальной камеры yoniq, показывание кадра yoniq, более быстрый запрет затвора yoniq, korreksiya obyekti yoniq va avtomakro ham yoniq holda bo'ladi. Endi kameraga kirib kamera tekshiramiz va bizda BRICSda kassamiz xuddi shunaqa holatga va tepadagi menyularimizdan xuddi shunaqa holatga kelgan bo'lishi kerak. Video sizga yoqqan bo'lsa, albatta menga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Kommentariyada fikringizni izohlarni yozib qoldiring.